Homiladorlikka tayyorgarlik uchun sxema. Bilasiz, ortiqcha vazn bo'ladigan bo'lsa, homilador bo'lish qiyin va shu bilan birgalikda vitamin yetishmovchilikda esa homilaning rivojlanishi qiyin bo'ladi. Shuning uchun birinchi homilador bo'lmoqchi ayol o'zini vitaminlar bilan to'yintira olish kerak. Xo'p, eng avvalo D3 dan boshlash kerak. D3 plus K2 bu programma hisoblanadi. Ya'ni gormonal sistemamizning hammasida ishtirok etuvchi vitamin hisoblanadi. D3 plus K2 ni eng kamida 5000 yudan, agar D3 yetishmovchiligi kuchliroq bo'lsa, 10000 yudan iste'mol qilinishi kerak. Halol sertifikatlari bor, GMP va FDS sertifikatlariga ega bo'lgan aynan shu vitaminni tavsiya etaman sizga. Undan keyin albatta omega. Omega 3 bu eng avvalo ortiqcha xolesterinni organizmdan chiqarib tashlashga yordam beradi va shu bilan birgalikda jinsiy gormonlar balansini normaga tushirib beradi. Omega 3 man tavsiya qiladigan omega 3 Nordic fish, ya'ni sovuq o'lkalarda o'sgan baliqning yog'laridan olingan. Hepato faktorlari mingdan baland hisoblanadi. 200 ta kapsula bo'ladi, bemalol 7 oygacha iste'mol qilinishi mumkin. Jinsiy gormonlar balansi aynan nima uchun omega 3 joyiga qo'ya oladi? Ya'ni bizning jinsiy gormonlarimiz aynan foydali yog'lar bilan sintezlanadi. Agar sizda jinsiy gormonlar balansi normada bo'lmaydigan bo'lsa, unda yetishmovchilik bo'lishi mumkin. Shuning uchun albatta omega 3 ni ham ichish kerak. Undan tashqari tomchilik yod. Yodni aynan tomchilik holatida iste'mol qiladigan bo'lsangiz, ta'sirini tezroq sezasiz. Xo'p, yod aynan ovulyatsiya bo'lishini yaxshilashga yordam beradi. Mana tomchilik holatidagi yod. Bu siz aptekada o'ylagan qop-qora yod emas. Aynan tomchilik holatida bo'ladi. Kapyalar qilib iste'mol qilsangiz bo'ladi. Bu yodning eng yaxshi tomoni bir tomchisida 150 mg dengiz o'tlaridan olingan yod hisoblanadi, ya'ni C. Buni ham halol sertifikatlari va GMP FDS sertifikatlari bor. Yod yetishmovchiligi bo'ladigan bo'lsa, bolalarda, ya'ni homilaning rivojlanishida miya rivojlanishi va homilaning rivojlanishi qiyinroq bo'ladi. Shuning uchun avval yod miqdorini joyiga solib olinishi kerak, agar siz homilador bo'lmoqchi bo'lsangiz. Undan keyin magniy bilan vitamin B6 qo'shilmasi. Bu kortizolni normaga tushirishga yordam beradi. Kortizol normada bo'lsa, barcha gormonal sistemamiz normada ishlaydi va homiladorligimiz oson va tezroq bo'lishini ta'minlaydi. Albatta magniy glitsinat yoki magniy sitrat formalarini iste'mol qilishni taklif etaman. Magniy sitrat formasi bu sizda qabziyat bo'ladigan bo'lsa, magniy sitratni iste'mol qilishingiz kerak. Agar magniy glitsinat esa uyqu sifatini yaxshilab berishga yordam beradi. Ikkalasi ham o'zi uyqu sifatini yaxshilab beradi, lekin qabziyat bo'ladigan bo'lsa, aynan magniy sitratni iste'mol qilish kerak. Juda ham yaxshi dozировkalarda bitta tabletkada 625 mg. Bunisida esa 714 mg dan bor. Buni ham o'zini sertifikatlari mavjud. Inositol jinsiy gormonlar balansini normaga tushiradi. Inositol aynan insulin rezistensiyalikni bartaraf etadi. Undan tashqari men sizga taklif etadigan inositol tarkibida foluviy kislotasi va vitamin D bo'layotganligi uchun jinsiy gormonlar balansini normaga soladi, follikullar yetilib yorilishini ta'minlaydi va homiladorlik tezroq kechishni boshlaydi. Aynan men sizga tavsiya etadigan inositolda. Bu shu bilan birgalikda vaznni nazorat qilishga ham yordam beradi. Undan tashqari va eng oxirgisi berberin qonda shakar miqdorini normallashtirib beradi. Berberin qonda shakar miqdorini normallashtirib, qonni suyultirib beradi. Ozish jarayonini yaxshilashga yordam beradi. Bilasiz, qon quyuq holatlarda homilador bo'lish qiyin va homila rivojlanmay qolish ham mumkin agar qoningiz quyuq bo'ladigan bo'lsa. O'shaning uchun berberinni homiladorlikka tayyorlanish davrida, ayniqsa ortiqcha vazni bor insonlarda inositol bilan birgalikda va albatta D3 bilan birgalikda ichishni maslahat beraman. O'shanda homiladorligingiz oson, yaxshi va sog'lom ravishda o'tishini ta'minlaydi. Bu mahsulotlarni faqatgina quyidagi raqamlarga